Quyosh botishiga qaramasdan sizlar uchun xizmatdamiz. Videoni boshidan bitta like bosib qo'yinglar. Qashqadaryo viloyati mana shunaqa yaylovlarni sizlarga ko'rsatib turibmiz. Inshaalloh videomiz davomida zo'r bo'ladi. Sizlarga aytgan zo'r bo'ladi deganimiz videoning davomida inshaalloh zo'r bo'laveradi. Narx-navosi ham inshaalloh bugun bomba bo'ladi. Mana shunaqa yirik to'qlarni xudo xolasa sut qo'zini puliga desak ham adashmaymiz. Sut qo'zilar hozir ancha baland sotilayotgan bir vaqtda arzon narxga beriladi akalar. Maza qilib mol qilaman, o'zim uchun ko'paytiraman degan akalarimiz bo'lsa, mana bemalol videoni oxirigacha ko'rib, bitta like bosib, obuna tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sababi akalar bizning kanalimizda inshaalloh chorvaga doir yangiliklar, undan tashqari arzon chorva mollari chiqib boradi akalar. Akalar videoni oxirigacha ko'ramiz. Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatib turgan akalarimizga, xudo xolasa biz uchun qadrli bo'lgan akalarimizga inshaalloh mana shunaqa chiroyli to'qlilar, qirq, sariq, undan tashqari sifatli to'qlilarni ko'rsatamiz akalar. Xo'p, endi buni bo'ylariga qaranglar akalar. Bo'ylari ham ancha yaxshi, suyaklari yirik, undan tashqari akalar. Mana ko'rib olinglar, poychalari qalin. Kerak bo'lsa qulog'i ham butun ekan akalar, mana ko'rib olaveramiz. Tishlari hali hammasiniki qo'zimi? Qo'zi. Mashalloh akalar, mana tishlari ham qo'zi ekan. Lekin qo'ydan ziyod. Gap yo'q. Yashang, qo'yib yuboring, qiynamang becharalar. Xo'p, akalar mana ko'rib olaveramiz. Soni nechta, yebish qanaqa, sog'ligi qanday, hamma ma'lumotlar sizlarga ketaveradi. Akalar, haqiqatan sifatli, yaxshi qo'y olaman degan bo'lsalaringiz, mana akalar. Pastda nomer turadi, bemalol telefon qilib baraka qo'ysalaringiz bo'ladi. Dummalarni qaranglar, tog'oraday keladigan qo'ylar inshaalloh. Xo'p, mana ko'rdik, yomon emas, maza qilib mol qilsalaringiz bo'ladigan mana shunaqa to'qlilar akalar. Inshaalloh endi hamma ma'lumotlarni birgalikka Asadbek ukamiz bilan berib boraveramiz. Asadbekjon, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yana bir marta ko'rishaylik, o'zi biz ko'p ko'rishamiz, bir mahalla degandek gap. Akalar, manzilni eslatib o'tamiz. Qashqadaryo viloyati G'uzor tuman Jarag'i mahallasi. Inshaalloh mana shular sotiladi. Endi Asadbekjon, bugun soni nechta buni? Soni 40 tagina. Mana akalar. Gap, mashalloh. 40 bosh sifatli to'qli qo'ylar. To'qli. O'zi ham ko'ryapman, haqiqatan bo'ylari baland, yirik ekan-a bular. Shunday. Bularning bo'yini necha deb olamiz endi? 75-80 shunday atrofda. Shu atrofda 75-80 atrofida-da. Shu atrofdagi to'qli qo'ylar. Akalar, mana ko'rdik, to'qli qo'ylarimizni bo'ylari ham ancha yaxshi ekan, 75-80 atrofida ekan. Endi bitta yarim shu 70lari ham bormi deyman, o'sha qora, lekin sifat ekan haqiqatan o'sha ham. Endi ko'rdim mana yaxshi. Qo'y qilaman degan odamlarga tavsiya beramiz aka. Shunday. Endi qo'y qilaman, haqiqatan yoshini olib boqaman deganlar uchun yaxshi variant. Shunday aka. Mana. Endi bularni hozir ichida qo'chqor yurdimi-yo'qmi? Faqat realni. Aka, bizaniki ham shu olib kelamiz, sotamiz aka. Bilmaymiz, qo'limiz bilan qo'ymaganmiz. Gap. Ana shu to'g'ri gap bo'ldi, yashang. Endi hozir masalan oladigan odamga bari tavsiya qilamiz, bitta yaxshi qo'chqorcha bo'lsa, qo'shib qo'ysa aka. Xudo xolasa, mana 5 oyga tursa. Buni sizga bo'g'oz deb aka, erta o'l savobdan qo'rqamiz aka. Yashang, joningiz sog' bo'lsin. Akalar, mana ko'rdik, xudo xolasa realni suhbat bo'lyapti bu yerda, aldash yo'q. Lekin mana sifatiga baho berasizlar akalar, sifatiga pul berib olasizlar akalar. Mashalloh, mana ko'ringlar akalar. Mana shularni bemalol 80 desa bo'ladi-da. Quloq 85. Mana quloqlari ham butun qo'zi. Molni egasi o'zi hech past ko'rgisi kelmaydi deganda 85. Mol qanday past ko'rib bo'ladi? Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, ko'rdik, haqiqatan yaxshi. Endi buni dastavkasini qilaveramizmi? Dastavkasini kelishamiz aka. Bir joyga olaman degan odamlar hech muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Akalar, dastavkadan inshaalloh muammo bo'lmaydi. Bitta narsa, endi yana bitta narsani so'rab ketay. Xudo xolasa 5 ta, 10 ta olaman degan akalarimiz ham bor-da bizning kanalga. Yaxshisini olaman, sifatlisini olaman degan akalarimiz. O'shalarga ham sotaveramizmi? Sotamiz aka, nima? 5 ta, 10 ta ham ketaveradi-da. Ketaveradi aka. Xo'p, akalar, demak odam ajratish yo'q. Xudo xolasa 5 ta olasizlarmi, 10 ta olasizlarmi? Bir qo'lga hammasini olasizlarmi? Inshaalloh sotilaveradi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Soni 40 dona to'qli qo'ylarimiz. Muhimi sog'lom. Sog'lom. Hech qanaqa kayfiyat ham даже buzilmay, kulib turadi dengda. Mashalloh. Akalar, inshaalloh mana yaxshi variant. Bo'lmasa, narxiga o'taylik. Buni narxini nima qilamiz? Surob aka. Buni oldi qochdi guring qilmaymiz. 3.700 dan qilib bersam bo'ladimi? 3.700 ming so'mdan. 3.700 ming so'm. Lekin bundaqan qo'zi sotishyapti, sut qo'zini puliga berib yuboraman. Yo'q, o'zi yaxshi, sut qo'zini puliga boshdan aytdingiz, berib yuboraman aka dedingiz. Lekin bir qo'lga olaman degan odamlarga 3.700 ming so'mdan qilib beraman. 3.700.000 yaxshi narx, rostdan yaxshi narx, to'g'risi. Mana shu bugungi videolarimizni ko'rsa, sal balandroq qo'yganmiz to'qlilarni. Shunday. Akalarimiz, lekin yashang. Endi bunday qilaylik. Yana ham bari arzon qilib beraman dedingiz, o'zingizdan qoladigan gap yo'q. Shuni 3.5 dan qilaylik. 3.5 dan qilaylik. Oladigan akalarni maza qilsin, siz bilan biz duo qilsin. Bir ko'ring, 3.600 ming so'mdan bir joyga olaman degan odamlaringizga beramiz. 3.600 dan. Realni ko'ring. 3.600 dan bir joyga olaman. Yo, 10 ta olaman desachi. 10 ta olaman. Shunday haydab bo'lib olaman desa, shunday olib ketaverasiz. Demak, tayoqdaylarga shunday berilaveradi. Mana akalar. O'zi tulab jo'naydigan. Mana haqiqiy simjon 40 mana shunday. Tulab jo'nayapti aka bo'ylab. Shunday. Aka, gap yo'q, haqiqatan yaxshi. Akalar, ko'rib olamiz, yomon emas. Sifatli mol olaman deganlar uchun yaxshi mol. 3.600 dan. 3.600. Yana bitta narsani so'rab ketay, savdosini qilamizmi yo'qmi? Telefon qilgan akalarimizga baribir endi ularga ham yaxshi bo'ldi-ku. Zo'r bo'ldi, haqiqatan yaxshi. Realni. Yaxshilikka yaxshi, zo'r.
O'zidan Prosta- bo'lib aytavering, 3 million 600 ming so'm hali qo'zimda to'qli chiqqani yo'q. Yo'q, yaxshi rostdan uni. Bunday suyagi bor to'qli chiqqani yo'q. Yo'q, yaxshi, molni yomonlamaymiz, lekin baribir biz xalq tarafida odammiz. 1 so'm bo'lsa ham shu yerdan savdolashib tushirib ketsam deyman. To'g'risida. Shunday, shunday. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, bering shuni 3 million 600 ming so'mdan 10 ta oladigan akalarimizga ham xudo xolasa, Bu tayoq-taylab olib ketishaversin aka. gap yo'q, joningiz sog' bo'lsin. Akalar, mana ko'rdik, videoni boshidan oxirigacha ko'rgan akalarimizga rahmat. Demak, 3 million 600 ming so'mdan Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Jararg'i mahallasidan bemalol xohlasalaringiz kelib olib ketasizlar. Xohlasalaringiz shunday taylab, tayoq taylarga shunday bo'lib berishadi-da, video qilib 2-3 ta video inshaalloh ana shu qo'ylarni xudo xolasa o'zlaringizga olib borib eson-omon topshirishadi. Shunday, Akalar, ko'rdik, haqiqatan yaxshi. Sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz. Mol qilinglar, So'rab o'zdan aka, ko'paytiringlar. Aha. 5,5-6 millionga ona bola qo'y yo'q. Shunday. Bozorda yo'q. Aha. 5,5-6 millionga yo'q. Yo'q, yo'q. 7 milliondan ona bola qo'y bor. Aha. Sotilyapti. Yaxshiroq qo'y. Shunday. 3,5 milliondan ikkitagini to'qlab taylagan qayerda bitta ona bola qo'y olib taylagan. Shunday. Bittadan ko'ra ikkita deydi. Gap yo'q. Bu gapga ham jon bor akalar. Bemalol nomer turibdi, telefon qilinglar, chiroyli narxida xudo xolasa qilib beriladi. Bir qo'yni o'rniga ikkita. Gap yo'q.